Kulaçkada mana birinchi debyut Humayada ko'rsatmoqchiman. Sabirning juda jiddiy bo'ladi. Kontraktga qo'l qo'yamiz. Hammaga assalomu alaykum. 2-may Humo Arena Kulaçkada xudo xolisa mana Versus bilan birga Kio Estet Promotion Azdaka Estet Glavniy bo'yda xudo xolisa kontraktga qo'l qo'yamiz. Qo'l qo'yaman, keyin gapiraman. Avvalambor Bismillahirrohmanirrohim qattiq aytganmidi? Ayni kontraktga birinchi marta qo'l qo'yishim o'zimga bayisliga o'xshab. Mana qaranglar. Istoriya qanaqa boshlangan? Men aslida kachokman, o'zim oqlash emas, lekin kilo oldim o'sha Tailandda. Prosta hazlash ringga chiqib yutqazganman va u menga juda qattiq alam qilgan. Va fokusimni ko'proq mana shu bo'yliga qaratdim. Va undan keyin mana kadrlarda ko'ryapsizlar, MMA chiqib ko'rdim Tailandda. Keyin o'sha bilan boks tushib ko'rdim Tailandda. Undan keyin bitta Muay Thai'da tushib ko'rdim. Menga bu narsa yoqdi. Va Kulaçkada mana birinchi debyut va o'zimizni promotionda. Albatta Versus bilan hamkorlikda. 41 yoshda ham boshqa sport shug'ullanib va boshqa sport adaptatsiya qila olish mumkinligini men kundan kunga o'zimda sinab va buni pik darajasini Humayada ko'rsatmoqchiman. Yutaman, yutqazaman deb bir narsa deya olmayman. Chunki bu Kulaçka. O'ta bitta nozik zarba ham hammasini hal qilib qo'yishi mumkin. Buni ko'pini ko'ryapsizlar. Shuning uchun hammalarni kutamiz. Shuncha podgotovkani samarasi qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi? No, pусть выиграет сильнейший. Va diqqat bilan eshitib shu joyini Sapernik o'zimga o'xshab kecha boshlab haligi bitta debyut qilgan odam bo'lmaydi. Sapernik juda jiddiy bo'ladi. Qo'rqqanni bir joyi uzilib tushsin. Hech narsa qilmaydi. Ko'chada uch yurganmiz, ringda ham o'shib o'raveramiz. Shunaqa gaplar. 2-may Humo Arena Azestet o'z muxlislarini hasharlarda qanday kutgan bo'lsa, sovuqchada qanday kutgan bo'lsa, yumorlarda qanday podдержка qilib kutgan bo'lsa, sizlarni Humo Arenada kutaman. Albatta tomoshaga kelasiz va katta ehtimol bilan o'zingizlar ham bitta sovg'ali bo'lib ketasizlar. Bizga kelgan odam yoki katta emotsiyalar bilan hissiyotlar bilan ketadi yoki katta sovg'a bilan ketadi. Qani, ket.